Assalomu alaykum. Yangiboddagi obyektimiz. Xonamiz arziy bo'ladigan Padmayak. Xudo xolasa bitgandan keyin obzorini tashlaymiz. Bitmagan holati. Mana bu keyingi xonamiz. Jami bo'lib 4 ta xonamiz bor. Mana sadece Mana 4-chi xonamiz. Mana patologiya qilaymi, mana sadece. Bo'ldi. 300 ta attınız mazini? 300 ta emas, 400 ta. Tashqaridagi holatimiz Yangiboddagi obyekt bu Qunis bog'ida Padmayak bo'ladigan. Mana shu oldimiz bo'ladi. Darvozaxona. Bu tomon paddos qilib beradigan bo'ldik. Mana tashqarisi, mana shu yerdan boshlab bo'ladi. Bu yerga ham uyga chiqar desa plastik chiqarib beramiz. Bo'lmasam sho'li qilib Padmayaklikni suvoq qilib beramiz.